Tushda soat ko'rishning ta'birlari. Kimki tushida soat ko'rsa, ongida o'zgarishlar yuz berishidan dalolat beradi. Agar siz tushingizda soat necha bo'lganini yoki soat ko'rsatkichlari necha raqamni ko'rsatayotganini eslab qolsangiz, nur ustiga a'lo nur. Chunki hayotingizda sodir bo'lishi kerak bo'lgan ishlar aynan shu vaqtda, ya'ni soat strelkasi ko'rsatgan sana yoki kunda bo'lishi mumkin. Bordiyu siz tushingizda soat sotib olsangiz, yangi biznes, ish boshlashingiz mumkinligidan dalolat beradi. Agar tushingizda biror kimsa sizning oldingizda soat sotib olganini ko'rsangiz, sizga yangi ish taklif qilishlari mumkin. Bashoratchi Vanga tomonidan tushdagi soat shunday ta'bir qilinadi. Kimki tushida soatga qarayotganini ko'rsa, maqsadining amalga oshirishi uchun dushmanlari yo'l qo'ymaydi. Bordiyu siz soatning oynasini sindirsangiz yoki oynasi singan soatni ko'rsangiz, o'ylamay qilingan ishingiz o'zingizga pand beradi va bu ishingiz tufayli boshqalar oldida uyatga qolasiz. Agar ayol kishi tushida soatni yo'qotib qo'ysa, bu oilaviy tashvishlarga, qiyinchiliklarga, uyda ko'ngilsizliklar bo'lishidan ogoh etadi. Tushda soat o'g'irlash juda ayyor dushmanlar borligidan ogoh etadi. Ularning hiylalari sizga pand berishi mumkin. Kimki tushida biror kimsaga soat hadya qilsa, demak sizni kichkina ko'ngilsizliklar kutmoqda. Tushdagi soat chiqillashi sizni xafa qiladigan xabar eshitishingizga dalolat qiladi. Miller Tush kitobida tushdagi soatni shunday talqin qilinadi. Kimki tushida qo'lida soat borligini ko'rsa, uni qilgan yaxshi ishlari uchun qadrlashadi. Tushda ko'rilgan kattakon soat anchadan beri kutilgan xabarni eshitishga dalolat qiladi. Qadimiy soatlarni tushda ko'rish o'tmish hamda kelajak haqida yaxshilab o'ylab olishingiz kerakligidan ogoh etadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.